Assalomu alaykum. Bugungi videoda mana bu o'zim ishlatib yurgan mishkalarimni ko'raman. Mana bu mishkamni oldinroq olgan edim. Endi buni 1 yilga yaqinroq ishlatdim, foydalandim. Juda ham yaxshi firma. Bu 5 shumli. Bu mana bu knopkalarni bosganimiz hech nima eshitilmaydi. 5 shumli edi. Buni faqat menda roligida muammo bo'ldi. Roligi salgina ishlashida defekt paydo bo'lib boshladi. Shuning uchun kecha yangi mishka oldim. Logitech firmaniki. Firmenniy va dizayni juda chiroyli ekan. Dizayni menga yoqdi va buni olib ishlatdim. Bunda lekin 5 shumli emas. Bu knopkalarni bosganimiz, har bitta knopkani bosganimizni aniq ovoz bilan eshitiladi. Va rolik bu mishkamizda original Logitech firmaniki M190 model. Bunda bitta batareyaga 18 oy garantiya beradi ekan. 18 oyga garantiya berganda bunda mishkamiz ishlab turganda bu yerda yoqib o'chirib qo'yadigani bor. Ishlab turgan paytda bu yerda lazer nuri bizga oldingi mishkalardek bo'lib, haligi qizil, ko'k bo'lib turmaydi ekan. Bizga hech nima ko'rinmaydi bu yerda, lekin bu ishlab turaveradi. Bu oldingilarimiz. O'chirdik. Mana bunaqa lazer bo'lmaydi. Farqi batareyasining ko'proq muddatda tutib turishini farqi mana shu lazeri o'zida svet ko'rsatmaydi ekan. Faqat mana shunaqa kovrikda yoki o'ziga tegishli tekis yerda paytdagina ishlaydi. Va ishlasi juda ham zo'r ekan. Bu mishkani bu M190 modelni chiqqaniga 5 yil 6 yil bo'lgan. Eski model, lekin sotuvda hali ham bor va hozir kunda ham uzun marketda bu modelni 300 ming so'mlar atrofida sotyapti. Endi meni oldingi mishkam 5 shumli edi, yaxshi edi bu. Yana qo'shimcha knopkalari bor. Men endi ofisnoy ishlar ishlatganim uchun bu knopkalarni ishlatmayman. Men faqat DPI, mana bu knopkani DPI'ni tezlashtirish, DPI'ni pasaytirish knopkasidan foydalanar edim. Bunda bo'lsa o'zi DPI o'zi skorosti tez ekan. 1000 Hz ekan. Shunaqa ekan, buni parametrini internetdan ko'rdim. Buni ishlab chiqarishi China ekan, lekin bu kitayskiy degani emas, o'zi original firma, faqat Chinada yig'iladi ekan. Bu oldingi mishkam 5 shumli, juda yaxshi foydalandim bundan. Endi faqat roligi ishlamay qoldi. Rolikda defekt paydo bo'ldi. Shuning uchun endi almashtirdim. Bunda endi faqat qo'lga juda ixchamli. Faqat bitta knopkani bosganing ovozi eshitiladi. Bunda endi ofisda o'tirib knopka bosganing faqat o'zingga va yoningdagilarga. Va yana bitta ma'lumot, bu knopka bosilgani, ovoz chiqargani bu kitayskiy degani emas. Ko'chada odamlarning aytadigan gapi bor. Mishka knopkasini bossang, ovoz chiqarsa, u kitayskiy deyiladi, u ko'pga chidamaydi deyilgan gapi bor. Lekin unaqa emas. Bu ovoz chiqargan bilan o'zi parametr shunaqa qilib ishlangan, shunaqa mexanizm qo'yilgan va original. Hop, bu ham original, bu ham o'zi parametr shunaqa 5 shumli mishka. Bundan ovoz chiqarmasa original va ovoz chiqarsa kitayskiy deb xulosa chiqarish to'g'ri bo'lmaydi.
Sababi har xil variantlar bor. Originalda ham bunaqa ovoz chiqaradigani bor, ovoz chiqarmaydigani bor.